Jim tur. Mana oldi kaketkasini ochiq holatdagi ko'rinishi. Sizlarga keyin tiketganda tushuntirib o'taman. Nusxasini nusxasiga qo'yib bichib olamiz. Mana bu oldi orqa qopi 4 qavat. Paplinimizda bor eni bo'yicha bo'yini kaketkani uzunligini chiqarib qolgan bo'yini qo'shimcha chok haqlari bilan bichib oldik. Bu esa oldi kaketkasi. Buni mana bunday qilib ochganimizda bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi orqa kaketkasini, lozimini hamda yengini bichib olamiz. Mana orqa kaketkasini ham bichib oldik. Buni ham 2 taqib bichib oldik. Kaketkalar juft qilib bichilinadi. Uzunligini 20, bir chok qo'shdik 22. O'yindisiga chuqurligiga 3 tushdim, kengligiga buklovda 7. Mana. Ya'niki bu yerdan bu yergacha 22, tayyor 20 bo'ladi. O'yindisi chuqurligi 3, kengligi 7. Yelkani esa yelka o'lchagan o'lchovi 36 edi. 2 ga bo'lsak 18, bir chok bilan 19 qilib bichib oldim. Bunaqasiga uzunligini 16 qildim. Shundan 2 ta bichib oldim. Oldi kaketkasini boya sizlarga aniqroq tushuntirmagan ekanman. Mana hozir tushuntirib o'taman. Mana. Shunda buklovda kaketka uzunligi 26, 2 chok qo'shdim, 28 qildim uzunligini. Bu yerdan bu yergacha. Yelka qiyaligiga 3 tushdim. Yelkadan